Assalamu alaykum barliq aziz vatandaşlar. Uyg'ur Akademiyasi sohibxonligidagi Uyg'ur mutafakkirlarini xotirlash ilmiy muhokama yig'ini. Shundaqla Uyg'ur do'ppi madaniyat bayramini qutlug'lash muhokama yig'iga qatnashayotgan barliq ziyoli do'stlar. Hammanglarning 5-may Xalqaro Uyg'ur do'ppi madaniyat bayrami, Uyg'ur madaniyat kuninglarga muborak bo'lsin. Uyg'ur do'ppi madaniyat bayrami Uyg'ur madaniyat bayramidir. Uyg'ur do'ppi madaniyat bayrami Uyg'urlarning milliy birligi, milliy kimligi, milliy obrazini tashkil qilish uchun ta'sis qilingan milliy madaniyat bayramidir. Ben bugün 2009 yılı 5. mayının aldı keynede Uyghur Do'ppi Medeniyet Bayramı'nın vücutqa çıkışı, reallik aylanışının bir vasıta töhfə qoşqan. Tunji muhakeme yığınımızga qatnışıp, her qaysı cihetlerden töhfə qoşqan merhum ustazlarımızın Emin Tursun, Ger Muhammed Tahir Tuğluq. Karxançılardan merhum dostum Muhammed Emin Efendi, Furqan şirketinin qurğucusu Muhammed Emin Efendi. Şundaqla Uyghur Do'ppi Medeniyet Bayramı'nı tədqiqat cihetdən bir vasıta məsul bolğan tədqiqatçı ustazlarımızdan Doktor Həsəncan Ablas, Profesör Abdubasir Şükri, Profesör Abduqarı Jalaliddin. Uyghur Do'ppi Medeniyet Bayramı'nın xalqaro mediaga tarqalish uchun tashviqotda aktiv rol o'ynagan Xitoy Markaziy Xalq radio stansiyasining muxbiri, keyin muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan do'stimiz Muhammadjon Abdulla. Hozirgacha izdiraki bo'lmagan milliy madaniyatimiz uchun muhim töhfəkar Do'ppi Medeniyet Bayramımızını təşviq qilishda muhim xizmat ko'rsatgan qarindoshlarımızdan Diyorim va Salkin to'rlarining qurg'uvchisi Nur Ali va Dilshod. Shundaqla Uyg'ur Do'ppi Medeniyet Bayramıning organ nomidan iltimos qiluvchi Osonliq millatlar madaniyat tadqiqot jamiyatining qurg'uvchisi mas'uli Profesor Doktor Rayla Davud xonimlarga ularning ruhiga, salomatligiga, marhumlarning ruhiga yo'qolib ketgan izdirak bo'lmaganlarninki salomatlik uchun duo tilovat bo'laman. Uyg'ur millati bugünkidek jismoniy va madaniyat jihatdan ochiq oshkora osilmasya va qirg'inchilik duch kelayotgan bir paytda Uyg'ur milliy madaniyati Uyg'ur xalqining mavjudligini qo'g'dash, Uyg'ur millatining kelgusi taraqqiyoti uchun kim bo'lsa bo'lmaydigan eng muhim bir omildir. Uyg'ur milliy madaniyatini taraqqiy qildirish bo'lsa, Uyg'ur millatini taraqqiy qildirishning muhim bir tarkibiy qismidir. Chunki Uyg'ur milliy madaniyati insoniyat madaniyatiningki ayrılmaz bir xazinasi, shundaqla parlaq bir madaniyatdan iborat. Bundaq parlaq va go'zal madaniyatni barpo qilgan Uyg'ur xalqi bo'lsa, tinchlikparvar, insoniyat uchun yaramliq, töhfəkar bir xalqdir. Bundaq bir xalqning yashash huquqi, mavjud bo'lish huquqi, taraqqiy qilish huquqi bor. Hammanglarning xotirjamligi uchun, omon esanlik uchun duo qilaman. Rahmat.